o'zi Humblebee nima shuni bir odamdan so'ramas, nima deyaptilar o'zi nima u? Humblebee'ni men ana o'sha tez uchadigan burgut qush derdim. Ikkita qanoti bor. Birinchi qanoti AI yechimlarni, sifatli AI yechimlarni hammaga yetkazib berish, demokratik AI dunyosiga hissa qo'shish. Hozirgi vaziyatda ana shu juda boy kompaniyalarning qo'lida bo'lib qolyapti-da hamma kuchli yechimlar. Chunki AI injener qimmatda. Ana shuni hisobiga boshqalarda imkon yo'q. Bu birinchi qanoti, ikkinchi qanoti ana o'sha yosh kadrlarni ustoz shogirdlik bilan, zudlik bilan tayyorlash. Mana shu Humblebee'ning ichida. Mahsulot va talant. Shunaqa. Shu joyda o'zim bilmagan bitta qiziq ma'lumot so'rab qo'yay. Jo'may, qanaqa bu Humblebee degan so'z qayerdan kelib chiqdi sizga? Boshida o'sha bu asalaridan olingan, bee degani ari, humble asli honey bee emas, Humblebee qo'yganmiz. Sal chiroyliroq tursin deb. Asalari olganidan ko'p beradi, bilsanglar. Ya'ni nima degani bu desa, u guldan nektar oladi, lekin gulga hayot berilishiga sababchi bo'ladi. Shuni shunaqa qilsa ham u yo'g'ib ketmagan, bankrot bo'lib ketmagan ya'ni. O'zi asal ishlab chiqaradi, u insoniyatga foyda, gulga foyda, hammaga foyda. Biz ham ana shu Humblebee'da ana shu ishni qilmoqchi bo'ldik-da, ya'ni biz ham kadr tayyorlab, kuchli sohada kadr chiqaramiz, hamda AI yechimlarni odamlarga arzon, sifatli bo'lsa ham arzon narxda yetkazib berib, ana o'sha insoniyat muammolarini hal qilamiz.